Sizni kutyaptdim o'zi. Ha, buni taqib oling. Bakmoqchimiz. YouTube'ga joylaymiz. Hop. Klientlar uchun aksiya qilib bera olasizmi? Albatta, Nechta mashina qilib beraylik? Nechta qilib beraylik? 3 taga. 4 yaxshich. 5 taga. Bo'ldi, hop. Davay. Sizdan tortishmayman shekilli. Qaysi mashinalarga aksiya qilib bera olamiz? Mo'nga qilaylik mana bu. Amonda olib turaylik. 24 volt, 12 voltlar bor bunimizda. Ko'ryapsiz mana. Temir mazatli bo'ladi, yumshoq balon bo'ladi. 24 voltiga baquvvat bo'ladi. 70 kg, 80 kg bemalol tortib ketaveradi. Adar-padar lebojalik ketaveradi xullas, yo'l tanlamaydi. Akkumulyatorlarni ko'rsangiz, akkumulyatorlar ham normalniy katta bo'ladi. Xo'p. Xo'p, yana qaysi mashinaga aksiya qilib bera olasiz? Yana qaysiga qilib? Birinchi mashinamiz bu bo'ldi. Aha. Ikkinchisi. Qimmatrog'iga ham yo arzonroqqa aksiya qilaylikmi? Qimmati ham arzoni ham bo'lsin. Bo'ldi. Bo'lmasa, ideya bor. Hozir YouTube'ga olyapsiz-a? Ha, YouTube'ga. YouTube'ga 5 taga qo'yamiz. Отдельный Instagramga 3 ta отдельный mashina qo'yamiz. Instagramga alohida 3 ta, YouTube'ga общий 8 ta bo'lyapti. Общий 8 ta mashinaga aksiya. Yaxshi. Xo'p. Bo'lmasa bu to'g'ridagi geligimizga qilib beraylikmi? Bu ham juda boshqacha kelgan, bu agressivniy mashina bu ham. Skuter motor bo'ladi bunimiz ham. Yumshoq balon bo'ladi. Monitorlar bo'ladi. Monitorda отдельный planshet qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bolalar masalan mashinani zerikkan payti planshet qilib o'ynaveradi. Adashmasam qimmatroq chiqsa kerak bu. Shunaqa ko'ryapsiz o'zi, bilinib turibdi bu planshetlarni. U ko'rja niqlardan bilinib turibdi. Ko'rja emasmi, nima deydi buni? Barqusniy bo'ladi. Ustiga yopadigan yoponchalar ham bo'ladi, o'zini AMG'dagi. Tayyana kamiga poliglar ham bo'ladi. Punta boshqarsa bo'ladi, o'zi minsa bo'ladi. Skuter motor bo'ladi, yumshoq balon bo'ladi. Bularga ham aksiya qilib beramiz, xudo xolsa. Kitskar o'z nomidan chiqsa. Albatta, ha. Endi qaysi mashina? Ikkinchisi bo'ldi. Uchinchisi shu gelga qilaylik, qizilga. Bunga qo'yaylikmi yoki? Bu chiqishi adashmasam 1200 chiqardi. 1200 beramiz buni. 1200. 1200 dan beramiz. Bu ham planshet monitorli bo'ladi. Skuter motor bo'ladi. Rullarini ko'ryapsiz, rullari ham gidravlika bo'ladi. Ancha-muncha tikomaslarni roldan yengil. 200 kiloga, 200-300 kiloga yuk ko'taraveradi bunimiz. Balonlar damlanadigan balon bo'ladi. Xo'sh, bu gelimiz bor, bu ham 100 kiloga yuk ko'taradi. Monitorli bo'ladi. Ko'ryapsiz, ko'jalar ham original ko'jaga o'xshab turibdi. Sifatli mahsulot. Yumshoq balon bo'ladi bu ham. Xolos, bu geliklarimiz bor. Xolos, geliklar tanlang, qaysi biriga desangiz, shunga qo'yib beramiz, xudo xolsa. Xo'p, birinchisi Bagi bo'ldi, ikkinchisi MG bo'ldi. GT. Ha, GT bo'ldi. Uchinchisi GT. shu qizilga qo'yaylik. Bo'ldi, Qizlarimizga. Xolasa qizili, xolasa qorasi. Ikkita. Ikkita emas, rangini tanlaydi. Da, bo'ldi. Ikkalasi bir xil, Tekno firmaniki, Xitoydagi original bu ham. Bu ham 70-80 kg, 100 kg ko'taraveradi bu ham. 100 kg ko'taradi deganda, masalan 100 kg odam o'tirsa ko'taradi, lekin tortishda qiynalishi mumkin va zaryadkasi tezroq ketishi mumkin. Og'irroq yuk ko'targanda yoki tepalikka chiqayotganda mashina qiynalib chiqadi, shunda zaryadkasi tezroq tugaydi. 100 kilolik bola chiqmasa kerak endi. 100 kilolik bola yo'q ham bo'lsa kerak, 70 kilolik bola ham bo'lsa kerak. Xohlasangiz bunimiz bor va sizga zo'r yangiliklarimiz. Hozir buni paytida birinchi kelgan paytida Dubayskiy bu, original Dubayskiy versiyasi. Men o'zim Spark tortganman. Bitta 71 kilolik sherigimiz bor pastda. Da, ko'rdim videoda. Ha, shu bola bor. U ham meni tortgan. $500 sotganmiz shu paytda buni. Adashmasam 2 yil bo'ldi-ya. Shunaqa 1-2 yil bo'lyapti. 1-2 yil bo'lib qoldi. Nech pul deysiz hozir? 2 yil oldin $500 bo'lgan bo'lsa, hozir borda bir 400. 300 dan olib ketaveradi. Seriozmi? Ya, olib ketishmaydi, o'zimiz olib beramiz 300 dan. Olib ketaveradi demaylik, 300 dan olib beramiz hozir. Maşallah. 2 yil, 1-2 yil oldin. Bu ham 24 volt. Bu ham ancha-munchasi minsa, buni ham ancha-munchasini tortaveradi bu ham. Bu necha kilogacha ko'taradi? 70 kg ko'taraveradi bu. 70 kg atrof ko'taradi bu ham. 70 kg bo'lani o'zi yo'q. Men o'zim ham zo'rg'a 80 kiloga chiqib oldim. Buni bir joycha to'liqlab olib turing, men sizga buni tortishni ko'rsataman. O'zga qo'yib olamiz. Mana shunday mahkam shunga.
Qalay? 24 volt, 70 kilo, 80 kilo bemalol tortadi. Baquvvatligi o'z ko'rib turibsiz. Toshga taryangiz foyda bermayapti deyarli. Mana. Videoga davom ettiraverasiz. Sayqoq qo'yamiz. Ezonda. Bularimiz 3 ta skors bo'ladi. Hozir 3-chi skorsni ushlab turdim. Nechta bo'ldi? 1 2 3 ta bo'ldi. Qizil 3 ta bo'ldi. Bu 4-chisi bu. Buni qo'shmay qo'ying. Bu adden olursun. Xo'p. Yana qaysinga beraylik? Ayting. Endi arzonroq modellarimiz ham bormi? Arzonroqlari bor. Bu yerda bir 250, 200 atrof chiqadiganlar. Tanlayman shularni. Mana bular bor. Bu ham mana 200 dollar chiqadi. Bu ham yo'l tanlamas, nedorojniy mashina 6-7 yoshga bolani bemalol ko'taradi, punta boshqarsa bo'ladi, o'zi minsa bo'ladi, fleshka, bluetooth, AUXlar tushadi bunga ham. 200 dollar. Ha. Buni ham chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa, aksiya qilib. Buni ham aksiyada 200 dollarlik ham aksiyada. Necha pul qilib beraylik bu aksiyada? 190 qilib beraylik. 180. 180. Qani mayli ha? Xo'p. Yana qaysini qilamiz? Demak bu 180 ga ketdi bu aksiyaga bu ham. Xo'p, Balkim driftlarga mashqlar qilamiz. Qaysi birini qilaylik? Nima deysiz? Yoki endi hozir bolalarga drift qiladiganlar kam, asosiysi qishloq sharoitida vohada yurganlar bor. Ko'p musofirlar aloqaga chiqishadi, shunaqalar bor. Xolasa mana bularning nedorojniy mashinalardan hamma yo'llarimiz hammasi asfalt emas, bunaqa past mashina minadigan. Shularga aksiya qilib berishimiz mumkin. 280 dollarlarda 200 dollarlarda aksiya qilib chiroyli narxda qilib beramiz. 180 qilib, 190 qilib beramiz. Endi niqasiga qarab. Buni 180 qilib berdik, qolganlarini bulardan endi qaysi birini tanlasa, buni video qilib qo'ying. Debo bittasini tanlasin, mashina aksiyaga qo'shib yuboring, bittasini. Shulardan bittasini qilib beramiz. Politsiyaskiy bor. Bu yoqda jiplardan bor. Xohlaganda qo'shib beramiz. Shunda 5 ta bo'ldimi? 5 ta bo'lib ketdimi? 6 ta bo'lib ketdimi? 1 2 3 Qizil. 3 ta 5 ta bo'ldi. 5 ta bo'ldi. 5 ta bo'ldi. Endi Instagramga addenni qo'yamiz. Instagramga ham 3 ta. 3 ta adden, bularni qo'shmaymiz. Bulardan tashqari endi Instagramda 3 ta aksiyadagi mashinalarimiz bor. Mototsiklda cho'chayotganlar uchun, mototsikl bolam yiqilib tushadi, aytib qashqa qiladi deyotganlar uchun mototsiklarimiz 15 yoshga bolani bemalol ko'taraveradi va kaskasi bunaqangi jiletlari bo'ladi. Qo'lga, boshga, oyoqqa taqadigan jiletlari bo'ladi. Cho'chimasdan olib berishlar mumkin. Mototsikllarimiz har xillari bor. Endi bolani anaqa ishtiyoqiga qarab, masalan, sekin yuradigan nimjonroq bola bo'ladi, tezdan qo'rqadigan bola bo'ladi. Ularga sekin yuradigani bor, 24 voltlari bor, 36 voltlari bor. Как будто velosiped singari yuradigan 36 voltli mototsikllarimiz bor. Men o'zim minganman, 18 tezlikka chiqadi. Mototsikllarda ham bir kvadrotsikllarimiz ham bor. Maşallah. Bir ko'rsating bularni ham. Yoqqanini Telegramdan yozsa, rasmlarni tashlab beramiz, videolarni tashlab beramiz, hamma ma'lumotlarni beramiz. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Past nomerlar qoldiramiz xudo xolasa. Yana nima qilib beraylik? Nomer, pasport qilib beraylikmi qo'shimcha qilib? Mayli. Himmatingiz. Unisini Instagramda gaplashamiz. Instagramga o'tib tomosha qilishsin, gaplashamiz unisini.